Angrenliklar tez sotaman profilda bugun biznesmen akalar uchun yaxshi yer topib qo'ydik. G'ofurg'ulom mahallasida joyimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Bu tomondan logistikadan kelish, bu tomondan Hakarmanga ketish va yangi yo'l ochilgan G'ofurg'ulom mahallasidan Sariqko'lga o'tib ketish joyini shundoq Uglovoyda 11,5 sotik yer maydoniga ega yer sotilyapti. 6 xonali uyi ham bor. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz buni. Yerimiz kadastri bor ekan. 6 xonali uyi bor, bu tomonda molxonasi, uzun nasiga ketgan bog'ga ega. Bog'da mevali daraxtlar bor ekan, gaz, svet, suvdan muammo yo'q ekan. Bu joyda egalari biznes qilsa bo'ladi, yo'l bo'yida deyishdi. Shuning uchun bu videoni biznes qilaman degan akalarga tashlab qo'yasizlar. Bu yerimizga egalari $50,000 narx so'rashyapti. Yana kelib savdolashib olsa, tez sotaman profil orqali keldim desalar, yanada kelishib beradi. Pastda nomerlarini qoldiraman, u egalarining nomerlarini qoldiraman. Bu videoni esa biznes qilaman, joy kerak degan akalarga tashlab qo'yinglar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kuzatishda davom etamiz.